Assalomu alaykum hammaga, videoga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz group anagrams. Bu valid anagram masalasining mantiqiy davomi hisoblanadi. Demak, masalani ishlashdan oldin yana bir bor anagram o'zi nima ekanligini ko'rib chiqsak, demak bizga ikki xil yoki undan ham ko'proq turdagi so'zlar berilgan bo'ladi. Ularni anagram emasligini ishtirok etgan harflarning soni bir xil ekanligidan bilib olishimiz mumkin. Ya'ni bizga misol uchun A, B, S so'zi berilgan va bizda A, S, B so'zi berilgan. Demak, bizda bitta A bor, bunda ham bitta A, B ham bor, faqatgina boshqa joyda va uchinchisida S ham mavjud bo'lyapti. Shuning uchun ular ikkalasi anagram deb hisoblanadi. Ya'ni oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil so'z, faqatgina harflari har xil joyda joylashgan hisoblanadi. Oldingi masalamizda o'sha ikkita bizga string berilgan, ularni shunchaki taqqoslab turib, agarda anagram bo'lsa, ya'ni shu bir-biriga mos bo'ladigan bo'lsa, true ni, agarda unday bo'lmasa false ni funksiyamizdan qaytarishimiz kerak bo'lgan edi. Endi bo'lsa, mana bu navbatdagi masalamizda xuddi o'sha shartda faqatgina bizga bir nechta so'zlar berilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, list shaklida berilgan. Biz ularni bir-biriga anagram bo'lganlarini bitta list qilib turib, 2D listni ichiga joylashimiz kerak bo'ladi va so'ngida funksiyamizdan qaytarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz hashmap degan data struktura bor, shundan foydalanamiz va sortlash algoritmidan foydalanamiz. Mana shu listni aylanish davomida duch kelgan so'zni sort qilib olamiz. Ya'ni sort qilganimizda ya'ni character kiradi. Sort bo'lganda, misol uchun it so'zi sort bo'ldi. Sortlanganda u A, E, T holatiga tushadi va biz yana funksiyamizni yurishda davom etamiz. Ya'ni yurishdan oldin biz o'sha mana shu sortlangan karakterni guruhiga itni o'zini qo'shib qo'yamiz. Chunki mana shu it sortlangan holatda A, E, T holatiga keladi. Agarda biz o'sha yana funksiyani, ya'ni listni yurishimiz davomida shunga o'xshagan, ya'ni sortlangan holatda mana bunga holatga keladigan so'z bo'lsa, mana shu guruhga qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz yurishda davom etamiz. T ni ham agar sortlaganimizda xuddi shu holatga kelyapti, ya'ni A, E, T holatiga kelyapti va biz uni guruhimizga yana qo'shib qo'yapmiz. Ikkita bo'ldi. Keyingi so'zga o'tamiz. Tanga o'tamiz. Tanni sortlaganimizda, ya'ni A, N, T holatiga keladi va uning guruhi demak yangi bo'ldi. Shuning uchun uni ham qo'shib qo'yamiz. Keyingi so'zimiz A, T, E bo'lyapti. U ham o'sha birinchi guruhimizga qo'shiladi. Chunki u ham o'sha sortlanganda mana bu A, E, T holatiga keladi. Faqatgina o'rni almashgan A, T, E holatida turibdi xolos. Keyingi so'zimiz ham ko'rishingiz mumkin, nat mana bu yerga qo'shiladi. So'nggi so'zimiz qolyapti, B, A, T. Buning o'zi o'sha sortlangan holatda A, B, T bo'ladi va bu ham alohida yangi bitta guruh bo'ladi. Ya'ni B, A, T li guruh bo'lyapti. O'sha xuddi shu holatda ularni list qilib olamiz. Har birini o'sha guruhlash deganda o'sha list tushunishimiz mumkin. Guruhlab olib turib, ularni hammasini o'sha bitta listga joylab turib funksiyamizdan yana qaytarib yuboramiz. Bu degani o'sha 2D list bo'ladi. Misol uchun mana 3 ta list
2D listni ichida to'planib turib, birinchisi bunga, ikkinchisi bunga, uchinchisi shu tarzda qo'shiladi. Funksiyamizni xuddi shu tarzda qaytarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Endi bo'lsa kod formatini ko'rib, yana ham tushunib olishga harakat qilamiz. Bu masalani ishlashimiz uchun, ya'ni bizga bitta map, ya'ni Python dasturlashtiruvida bu dict deb nomlanadi, lekin umumiy barcha dasturlashtiruvlar uchun map data strukturasi deb ataladi. Biz mana shu bizga berilgan strs nomli listni aylanib chiqamiz. Aylanishimiz davomida key degan o'zgaruvchiga sortlangan ana shu s ni, ya'ni o'sha strdagi hozirgi turgan karakterni sortlab olamiz va keyga saqlab olamiz. Bu mana shu tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni join degan metod bor arrayda, ya'ni listda. Shundan foydalanamiz. To'g'rirog'i sorted degan metodimizda birinchi sortlab turib, keyin mana bu join orqali uni string ko'rinishiga qaytadan yuklab olamiz. Chunki stringni o'zida Pythonda sortlash degan metod yo'q. Shuning uchun birinchi listni o'zidagi metoddan foydalanib turib, join orqali keyga saqlab olyapmiz. Bu yerda misol uchun it degan so'z bor edi. U keyga AET shaklida saqlanib qoldi. Mana bu funksiyamiz xuddi shu ishni bajardi. Endi o'sha mana shu keyni diagrammada ko'rib chiqqanimizdaqa guruhlashni boshlaymiz. Keyni o'ziga mos guruhga mos bo'lgan karakterlarni joylashni boshlaymiz. Buning uchun tekshiramiz. Agar key mapni ichida bo'lmasa, mapga key sifatida keyni berib yuboramiz va yangi list ochib olamiz. Agarda u oldin mapni ichida mavjud bo'ladigan bo'lsa, mapni keyga shunchaki o'sha hozirgi s ni qo'shib yuborishimiz mumkin. Buni append orqali bajaramiz. Bu yerda qilgan ishimiz o'sha har bir anagramlar uchun sortlangan holatini olib turib, agarda yangi kelgan mana bu yerdagi s o'sha sortlaganimizda unga teng bo'ladigan bo'lsa, uni o'sha o'ziga mos guruhga mapga qo'shib yuboryapmiz. Ya'ni key sifatida o'sha sortlangani s sifatida o'sha sortlanganga mos bo'lsa, s ni o'zini, ya'ni original holatida qo'shib yuboryapmiz. Misol uchun it original holatda qo'shilyapti, sortlanganda AET ga teng bo'lgani uchun unga mos kelyapti. Masalamizni oxirida list ko'rinishidagi mapni valuelarini qaytarib yuboramiz. Ya'ni mapda shunaqa funksiya bor, map.values deydigan bo'lsak, o'sha listdagi valuelarni o'zini qaytaradi. Bu yerda bizda mapdagi valuelar, ya'ni o'sha guruhlangan anagramlardan iborat. Uni listga olib qo'ysak muvofiq bo'ladi, chunki funksiyamizdan list ko'rinishida qaytarish so'ralgan. Internetda ozgina muammo bo'ldi. Endi funksiyamiz ishlashini bir qator ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, funksiyamiz ishladi. Tezligini ko'rib chiqamiz. 12 millisekundda 58% foydalanuvchilarni yengib o'tdi.